Keling, darhol eng og'riqli savoldan boshlayman. 2026 yilda qariyalarga gaz bepul beriladimi yoki yo'qmi? Bu savol faqat pensionerlar uchun emas, balki ota-onasi, buvisi, bobosi bor har bir oila uchun juda muhim. Chunki gaz bo'yicha noto'g'ri tushuncha eski imtiyozlarga ishonib qolish yoki hisob kitobni tekshirmaslik natijasida odamlar ortiqcha to'lov qilib qo'yishi ham, qarzdor bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu videoda 2026 yilda gaz bo'yicha qayta hisoblash nimani anglatadi? Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Qariyalar uchun qanday yengilliklar bor va qaysi holatda ular ishlamasligini sodda tilda tushuntirib beraman. Avvalo asosiy narsani aniq qilib olaylik. Qariyalarga gaz bepul degan gap ko'p hollarda noto'g'ri yoki yarim haqiqat bo'ladi. Amalda hamma pensionerlarga faqat yoshi katta bo'lgani uchun gaz butunlay bepul beriladi degan umumiy qoida yo'q. Gaz kommunal xizmat hisoblanadi. U hisoblagich yoki belgilangan me'yor asosida hisoblanadi va odatda to'lanadi. Lekin ayrim toifadagi fuqarolarga, masalan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, yolg'iz yashovchi qariyalarga ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali yordam oluvchi oilalarga ayrim hududiy dasturlar bo'yicha subsidiya yoki kompensatsiya berilishi mumkin. Mana shu yerdan chalkashlik boshlanadi. Odam menga yordam berildi degan holatni gaz bepul ekan deb tushunadi. Aslida esa ko'pincha to'lov bekor qilinmaydi, balki davlat yoki mahalliy tizim ma'lum qismini qoplab beradi, qolgan qismini iste'molchi o'zi to'laydi. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar gaz to'lovi bo'yicha juda sodda tasavvur bilan yashab keldi. Hisoblagich bo'lsa ko'rsatkich bo'yicha, hisoblagich bo'lmasa ro'yxatda turgan odamlar soni isitiladigan maydon. Gaz plita yoki qozon bor yo'qligi asosida hisoblanadi. Ayrim oilalarda pensioner borligi sababli imtiyoz bo'ladi degan tushuncha shakllangan. Lekin hozir tizim ancha raqamlashtirilmoqda. To'lovlar shaxsiy hisob raqamga bog'lanadi. Gaz hisoblagich ko'rsatkichlari elektron bazaga tushadi. Qarzdorlik avtomatik ko'rinadi. Subsidiya va ijtimoiy yordam esa alohida tizimlar orqali tekshiriladi. Demak, 2026 yilda asosiy o'zgarish shundaki, men pensionerman. Demak, avtomatik bepul degan yondashuv ishlamaydi. Har bir holat hujjat, ro'yxat, manzil, iste'mol hajmi va hisob kitob asosida ko'riladi. Endi qayta hisoblash degani nima? Bu ham juda muhim. Ko'pchilik qayta hisoblash deganda narx tushadi, qarz o'chiriladi deb o'ylaydi. Aslida qayta hisoblash ikki tomonga ham ishlashi mumkin. Agar sizdan ortiqcha hisoblangan bo'lsa, sizning foydangizga qayta hisob qilinadi va ortiqcha summa keyingi to'lovlarga o'tkazilishi yoki kamaytirilishi mumkin. Lekin agar siz kam to'lagan bo'lsangiz, hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri berilgan bo'lsa, uyda ro'yxatda turgan odamlar soni kamaygan yoki ko'paygan bo'lsa, gaz uskunalar noto'g'ri qayd etilgan bo'lsa, unda sizga qo'shimcha qarz ham chiqishi mumkin. Shuning uchun 2026 yildagi qayta hisoblashni bepul sovg'a deb emas, hisob kitobni to'g'rilash jarayoni deb tushunish kerak. Kimlar eng ko'p e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Masalan, 75 yoshli onaxon bir uyda yolg'iz yashaydi. Lekin eski ro'yxatda uyda 3 kishi qayd qilingan bo'lishi mumkin. Agar gaz hisoblagich bo'lmasa va to'lov me'yor asosida yozilsa, unga 1 kishi emas, 3 kishi uchun hisoblanayotgan bo'lishi ehtimoli bor. Bunday holatda har oyda 20 ming, 1 ming, ba'zan undan ham ko'proq ortiqcha hisob chiqishi mumkin. Bir qaraganda bu kichik puldek ko'rinadi. Lekin ingi oyda 600 ming so'm, 2 yilda 1 million so'mdan oshib ketadi. Qariyalar ko'pincha bolam shunaqa chiqibdi, to'layveraman deb tekshirmaydi. Men aynan shuni aytmoqchiman. Har bir kvitansiyaning ilovadagi hisobni va shaxsiy hisob raqamidagi ma'lumotni tekshirish kerak. Ikkinchi toifa uyida gaz hisoblagich bor, lekin ko'rsatkich muntazam kiritilmaydigan oilalar. Masalan, Boboksonning uyida hisoblagich bor, lekin u internetdan foydalana olmaydi. Telefon orqali ko'rsatkich yuborishni bilmaydi. Gaz tashkiloti esa vaqtincha o'rtacha iste'mol bo'yicha hisob yozishi mumkin. Qishda o'rtacha iste'mol yuqori chiqadi, yozda esa kamroq. Agar haqiqiy ko'rsatkich bilan bazdagi ko'rsatkich orasida farq bo'lsa, keyin bir kunda katta summa qarz yoki ortiqcha to'lov paydo bo'lishi mumkin. Masalan, 3 oy davomida hisoblagich 20 kub metr gaz ishlatgan, lekin bazada 2 kub metr hisoblangan bo'lsa, siz ortiqcha to'lov qilgan bo'lishingiz mumkin. Aksincha, bazada 100 kub metr yozilib,
amalda 300 kub metr ishlatilgan bo'lsa, keyin 200 kub metr uchun qo'shimcha hisob chiqadi. Uchinchi toifa subsidiyaga umid qilayotgan oilalar. Men ko'p eshitaman. Otam pensioner. Demak, gazga imtiyoz berilishi kerak. Yo'q, buni albatta alohida tekshirish kerak. Pensiya olishning o'zi har doim subsidiya olishga asos bo'lavermaydi. Oilaning umumiy daromadi, ro'yxatda turgan shaxslar, mulk, yashash holati, ijtimoiy reyestrdagi maqom, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, yolg'iz qariyalik kabi omillar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar qariya farzandlari bilan bir uyda ro'yxatda turgan bo'lsa va farzandlarining rasmiy daromadi yaxshi bo'lsa, tizim uni ijtimoiy himoyaga muhtoj deb tan olmasligi mumkin. Lekin qariya amalda yolg'iz yashasa-yu, hujjatda boshqa odamlar ro'yxatda turgan bo'lsa, bu ham muammo tug'diradi. Shuning uchun hujjatdagi holat bilan haqiqiy holat mos kelishi juda muhim. Keling, bir nechta hayotiy misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Taqim yoshli buvi eski hovlida yolg'iz yashaydi. Uyda gaz plita bor, isitish ham gaz qozon orqali. Hisoblagich bor, lekin 2 yildan beri tekshirish muddati o'tgan. Bunday holatda gaz ta'minotchisi hisoblagich ko'rsatkichini ishonchli deb qabul qilmasligi yoki normativ hisoblashga o'tishi mumkin. Natijada buviga avvalgidan ko'proq to'lov keladi. Bu men kam ishlataman-ku deydi. Lekin tizimda hisoblagich yaroqlilik muddati tugagan bo'lsa, uning gapi emas, hujjat va texnik holat asosiy bo'ladi. Demak, 2026 yilda bunday oilalar hisoblagichning plombasi tekshiruv muddati. Shaxsiy hisobdagi uskunalar ro'yxatini tekshirishi shart. Ikkinchi misol, pensioner ota farzandining uyda ro'yxatda turadi, lekin aslida qishloqdagi boshqa uyda yashaydi. Gaz bo'yicha imtiyoz yoki subsidiya olishda manzil muhim. Agar hujjatda u boshqa manzilda ko'rinsa, yordam noto'g'ri joyga birikishi yoki umuman rad etilishi mumkin. Keyin odam menga nega berilmadi deb hayron bo'ladi. Sababi oddiy, tizim ko'z bilan ko'rmaydi, hujjat bilan ko'radi. Shuning uchun yashash manzili, ro'yxat, shaxsiy hisob raqam va kommunal xizmat egasi bir-biriga mos kelishi kerak. Uchinchi misol, uydagi pensioner yashaydi, lekin gaz hisob shartnomasi marhum odam nomida qolgan. Bu juda keng tarqalgan holat. Ota yoki ona vafot etgan, lekin gaz hisob raqami hali ham uning nomida. Oiladagilar yillar davomida to'lab keladi, ammo biror qayta hisoblash, subsidiya yoki ariza kerak bo'lganda muammo chiqadi. Chunki hujjatdagi iste'molchi boshqa, hozirgi yashovchi boshqa. Bunday vaziyatda avval huquqiy rasmiylashtirish, meros yoki uy egasi hujjatlari, keyin kommunal shartnomani yangilash masalasini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. To'rtinchi misol, qariya uyda gazdan tashqari elektr isitgich ham ishlatadi. Gaz iste'moli kam, lekin gaz uchun katta to'lov chiqyapti. Sababi ba'zan gaz plitadan tashqari isitish qozoni ham bazada faol uskunalar sifatida turishi mumkin. Agar amalda qozon ishlamayotgan bo'lsa, lekin u ro'yxatda gaz uskunasi sifatida hisobga olingan bo'lsa, ayniqsa hisoblagich bo'lmagan joylarda normativ hisob noto'g'ri chiqishi mumkin. Shuning uchun uyda nima bor degan savolga faqat og'zaki emas, gaz tashkilotining bazasida nima qayd etilganini bilish kerak. Endi kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning uyingizda gaz hisoblagich to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, plombasi joyida bo'lsa, tekshiruv muddati o'tmagan bo'lsa, ko'rsatkichlar vaqtida kiritilsa, shaxsiy hisobda qarzdorlik va noto'g'ri ma'lumot bo'lmasa, siz har oy kvitansiyani tekshirib tursangiz, katta muammo bo'lmasligi kerak. Agar siz subsidiya olmayotgan bo'lsangiz ham, muddatiy tartibda to'lovni amalga oshirayotgan bo'lsangiz, qayta hisoblash faqat texnik xatolik aniqlansa ta'sir qiladi. Lekin xavotir olmaslik degani umuman tekshirmaslik degani emas. 2026 yilda raqamli tizimlar ko'paygani sari ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi yanada muhim bo'ladi. Endi istisnolar va ko'rinmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat bepul va kompensatsiya boshqa narsalar. Masalan, davlat ma'lum toifadagi fuqaroga kommunal xarajatlarni qoplash uchun pul ajratishi mumkin. Bu pul pensiyaga qo'shilib berilishi, ijtimoiy karta orqali tushishi yoki alohida tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin bu gaz korxonasi sizga 0 so'mlik hisob chiqaradi degani emas. Agar kompensatsiya 1000 so'm bo'lsa, siz gazni 6000 so'm ishlatsangiz, 6000 so'mni o'zingiz to'laysiz. Agar 40000 so'm ishlatsangiz, ortiqcha qism boshqa ehtiyojga qolishi yoki tizim tartibiga ko'ra alohida hisoblanishi mumkin. Shu sababli menga yordam berilgan, nega yana to'lov chiqdi degan savolda avval yordam miqdori va real iste'molni solishtirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, qarzdorlik avtomatik o'chmaydi. Ba'zi qariyalar men imtiyozliman,
eski qarzimni o'chirib tashlashadi deb o'ylaydi. Odatda bunday emas. Agar qarz oldingi davrda hisoblangan bo'lsa, uni bekor qilish uchun asos kerak. Noto'g'ri hisoblanganini isbotlash, hisoblagich xatosi, odamlar soni noto'g'ri kiritilgani, xizmat ko'rsatilmagan davr, texnik dalolatnoma yoki boshqa hujjat. Faqat pensionerlik guvohnomasini ko'rsatish eski qarzni avtomatik yo'q qilmaydi. Qarz bo'yicha qayta hisoblash talab qilinsa, yozma ariza va tasdiqlovchi hujjatlar zarur. Uchinchi nozik jihat, hisoblagichga aralashish, plombani buzish. Magnit qo'yish yoki ko'rsatkichni yashirish juda xavfli. Men buni alohida aytaman, chunki ba'zi odamlar qariyalarga shunaqa qilsangiz kam chiqadi deb noto'g'ri maslahat beradi. Buning oqibati juda og'ir bo'lishi mumkin. Jarima, katta miqdorda qayta hisoblash, qarzdorlik, hatto gaz ta'minotini vaqtincha to'xtatish. Qariyaning o'zi bilmagan bo'lsa ham, uy egasi sifatida muammo unga qaytadi. Shuning uchun hech qachon noqonuniy yo'lga bormang. Muammo bo'lsa, hujjat bilan, ariza bilan qonuniy tartibda hal qiling. 4-nozik jihat, ro'yxatda turgan odamlar soni. Ayniqsa hisoblagich bo'lmagan uylarda bu juda muhim. Masalan, uyda amalda 2 kishi yashaydi, lekin ro'yxatda 5 kishi turadi. Agar normativ hisob odamlar soniga bog'liq bo'lsa, to'lov ko'payadi. Aksincha, uyda ko'p odam yashab, ro'yxatda kam odam ko'rsatilgan bo'lsa, keyin tekshiruvda qo'shimcha hisob chiqarilishi mumkin. 2026 yilda ma'lumotlar bazalari o'zaro solishtirilishi ehtimoli ortadi. Kadastr, ro'yxat, ijtimoiy reyestr, kommunal hisoblar. Shuning uchun hech kim bilmaydi degan davr asta-sekin tugayapti. 5-nozik jihat, gaz yetkazib berish sifati va to'lov alohida masala. Ba'zi joylarda bosim past bo'ladi, qishda gaz yaxshi kelmaydi, odam gaz kelmadi, to'lamayman deb o'ylaydi. Agar hisoblagich bo'lsa, siz real o'tgan hajm uchun to'laysiz. Agar gaz bosimi pastligi sababli muammo bo'lsa, buni og'zaki shikoyat bilan emas, yozma murojaat bilan, dalolatnoma bilan rasmiylashtirish kerak. Aks holda tizim sizning noroziligingizni bilmaydi va hisob odatdagidek yuraveradi. Agar xizmat ko'rsatilmagan yoki texnik uzilish bo'lgan davr bo'yicha qayta hisoblash talab qilmoqchi bo'lsangiz, tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hisob raqamingizni aniqlang. Har bir gaz iste'molchisining shaxsiy hisob raqami bo'ladi. Uni eski kvitansiyadan, gaz ta'minoti bo'limidan, to'lov ilovalaridan yoki mahalliy xizmat ko'rsatish markazidan bilib olasiz. Agar ota-onangiz yoki buvingizbobongiz yolg'iz yashasa, ulardan faqat to'lab yuribsizmi deb so'ramang. Kvitansiyani ko'ring. Shaxsiy hisob raqamini yozib oling. Oxirgi to'lovlar va qarzdorlikni tekshiring. Ikkinchi qadam, hisoblagich holatini tekshiring. Plomba bormi? Raqamlar ko'rinadimi? Mexanik shikast yo'qmi? Tekshiruv muddati o'tmaganmi? Hisoblagich raqami kvitansiyadagi yoki shartnomadagi raqam bilan mosmi? Juda ko'p muammo aynan shu yerdan chiqadi. Agar hisoblagich almashtirilgan bo'lsa, lekin ba'zida eski hisoblagich turgan bo'lsa, keyingi hisoblar chalkashadi. Agar tekshiruv muddati o'tgan bo'lsa, gaz tashkilotiga murojaat qilib, belgilangan tartibda tekshirtirish yoki almashtirish kerak. Uchinchi qadam, uyda ro'yxatda turgan odamlar va amalda yashovchilarni solishtiring. Bu ayniqsa qariyalar uchun muhim. Agar farzandlar boshqa joyda yashasa, lekin hali ham ota-onaning uyida ro'yxatda tursa, kommunal hisob va ijtimoiy yordam masalasida bu ta'sir qilishi mumkin. Kerak bo'lsa. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi. Mahalla yoki tegishli davlat xizmatlari orqali ro'yxat masalasini tartibga keltiring. 4-qadam, imtiyoz yoki subsidiya huquqini tekshiring. Buning uchun mahallaga, inson ijtimoiy xizmatlar markaziga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali tegishli ma'lumot olishga murojaat qilish mumkin. Sizdan odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, oilaviy tarkib, yashash manzili, kommunal shaxsiy hisob raqami, bank karta yoki hisob ma'lumotlari talab qilinishi mumkin. Har bir hududda tartib va talablar biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga berishgan degan gapga emas, rasmiy javobga tayaning. 5-qadam, agar noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, albatta yozma ariza bering. Telefon qilib aytish, og'ziga shikoyat qilish, xodimga ko'rib qo'ying deyish yetarli emas. Arizada shaxsiy hisob raqamini, manzilni, murojaat sababini, qaysi davr uchun qayta hisoblash so'ralayotganini aniq yozing. Masalan, 2025 yil noyabr oyidan 2026 yil fevral oyigacha bo'lgan davrda gaz iste'moli bo'yicha hisob kitobni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman.
Chunki uyda ilk kishi yashaydi. Bazada 3 kishi ko'rsatilgan yoki hisoblagich ko'rsatkichi kvitantsiyadagi ko'rsatkichdan farq qilmoqda deb yozish mumkin. Arizaga kvitansiyalar nusxasi, hisoblagich suratlari, pasport nusxasi, ro'yxat bo'yicha ma'lumot va boshqa hujjatlarni ilova qiling. Arizani topshirganda ro'yxatdan o'tgan raqamini oling yoki elektron yuborsangiz, tasdiqni saqlab qo'ying. 6-qadam. Hisoblagich ko'rsatkichini muntazam suratga oling. Har oyning bir sanasida, masalan, 25 yoki 30 sanada telefoningizda suratga olib qo'ying. Suratda hisoblagich raqamlari, iloji bo'lsa, hisoblagichning seriya raqami ham ko'rinsin. Bu keyin nizoli holatda sizga dalil bo'ladi. Ota-onangiz internet ishlatmasa, farzandlari yordam berish kerak. Oyga bir marta borib ko'rsatkichni tekshirish katta ish emas, lekin katta qarzning oldini oladi. 7-qadam, qariyalarga alohida e'tibor bering. Ko'plab pensionerlar qarzdorlik haqida oxirgi paytda gaz o'chirilishidan oldin bilib qoladi. Chunki SMS boshqa raqamga keladi. Ilova farzandining telefonida bo'ladi. Qariya esa kvitansiyani tushunmaydi. Shuning uchun agar oilangizda yoshi katta inson bo'lsa, uning kommunal hisoblarini nazorat qilishni mehribonlik emas, zarurat deb biling. Ayniqsa qish mavsumida gaz masalasi sog'liq bilan ham bog'liq. Uy sovib qolsa, qariya shamollashi, bosimi ko'tarilishi, surunkali kasalliklari kuchayishi mumkin. Agar gaz ta'minoti bo'limi sizning arizangizga javob bermasa yoki javobdan norozi bo'lsangiz, keyingi bosqichga o'tish mumkin. Avval yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Keyin iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari, mahalliy hokimlik, prokuratura yoki sud tartibida masalani ko'rib chiqish imkoniyatlari bor. Lekin men har doim tavsiya qilaman. Hissiyot bilan emas, hujjat bilan yuring. Menga ko'p yozishdi degan gapning o'zi yetmaydi. Qaysi oy, qancha kub metr, qaysi tarif, qanday ko'rsatkich, qanday hujjat asosida hisoblanganini so'rang. Hisob kitob tafsilotini talab qilish sizning iste'molchi sifatidagi huquqingizdir. Yana bir muhim savol. 2026 yilda narxlar yoki tariflar o'zgarsa, qariyalarga nima bo'ladi? Agar tarif oshsa, iste'mol hajmi o'zgarmagan taqdirda ham to'lov summasi oshadi. Masalan, avval 100 kub metr uchun bir summa to'lagan bo'lsangiz, tarif o'zgargandan keyin o'sha 100 kub metr qimmatroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun odamlar men avvalgidek ishlatdim, nega ko'p chiqdi deb hayron bo'ladi. Javob oddiy, hajm bir xil, lekin narx o'zgargan bo'lishi mumkin. Bunda eng yaxshi usul kvitansiyada kub metr va tarifni alohida ko'rishdir. Faqat yakuniy summaga qarasangiz, sababni tushunmaysiz. Qariyalar uchun eng xavfsiz yo'l shuki, hisoblagich bo'lsa, uni soz holatda saqlash, ko'rsatkichni vaqtida berish. Subsidiya bo'lsa, hujjatlarni yangilab borish. Uy egasi va yashovchilar haqidagi ma'lumotlarni to'g'irlash. Agar hisoblagich bo'lmasa, imkon bo'lsa o'rnatish masalasini ko'rib chiqing. Chunki hisoblagich odatda real iste'molni ko'rsatadi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan qariyalar uchun bu foydali bo'lishi mumkin. Chunki ular ko'p oilalarga qaraganda kamroq gaz ishlatadi. Lekin hisoblagich o'rnatish ham rasmiy tartibda plomba va dalolatnoma bilan bo'lishi shart. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Qo'shnilar, tanishlar Telegramdagi mish-mishlarga to'liq ishonmang. 2026 yildan hamma pensionerga gaz bepul bo'lar ekan, qarzlar o'chirilar ekan. Ariza yozsang hammasini qaytarib berar ekan kabi gaplar ko'p tarqaladi. Har bir imtiyozning sharti, muddati, manzili, toifasi va moliyalashtirish tartibi bo'ladi. Sizga tegishli yoki tegishli emasligini faqat rasmiy manba, hujjat va shaxsiy holatingiz orqali aniqlash mumkin. Bir oilaga berilgan yordam boshqasiga ham avtomatik beriladi degani emas. Xulosa qilib aytsam, 2026 yilda qariyalarga gaz masalasida eng katta xato bepul ekan deb xotirjam bo'lib qolishdir. To'g'ri yondashuv esa quyidagicha: gaz odatda pullik kommunal xizmat, ayrim toifalarga yordam yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash esa faqat aniq hujjat va hisob kitob asosida amalga oshiriladi. Kimning uyida hisoblagich, ro'yxat, subsidiya, qarzdorlik yoki shartnoma bo'yicha noaniqlik bo'lsa, o'sha odam hozirdan tekshirish kerak. Ayniqsa ota-onangiz, buyingiz yoki bobongiz yolg'iz yashasa, bu ishni ularning o'ziga tashlab qo'ymang. Bugun sizdan iltimosim, shu videodan keyin oilangizdagi qariyalarning gaz kvitansiyasini tekshiring. Hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling, shaxsiy hisob raqamini yozib qo'ying va imtiyoz huquqi bor yo'qligini aniqlang. Agar sizda bizga ko'p hisoblashyapti, pensionerga yordam berilmayapti, qarz noto'g'ri chiqdi degan holat bo'lsa, izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida ko'rib chiqaman.
videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi yoki qarindoshlari bor insonlarga yuboring. Chunki bitta vaqtida qilingan tekshiruv butun bir oilani ortiqcha qarzdan, asabbuzarlikdan va qishda gazsiz qolish xavfidan saqlab qolishi mumkin.